Assalomu alaykum, siz bilan Solo. Bu safar Ruby geroyini tushuntirib beraman. Ruby deyarli universal geroy hisoblanadi, ya'ni laynda ham bemalol tursa bo'ladi. Komanda uchun ham foydasi katta va o'zini jonini ham to'ldirishi juda zo'r. Bitta geroyga ham va bir vaqtni o'zida boshqa geroylarni bitta qilib ham kontrol bera oladi. Agar komandaga Ruby olinadigan bo'lsa, kontrol va frontda turadigan geroy tomonidan deyarli kamchilik sezilmaydi. Rubyning joni to'lishiga sabab esa uning passivkasi hisoblanadi. Rubyning passivkasi o'yinning boshida 5% vampirizm beradi, ya'ni siz o'yinni boshdanoq hech qanday predmetlarsiz krip yoki geroylarga skilllaringizni berish orqali joningizni to'ldira olasiz. Va ikkinchi passivkasi bu Rubyga fizikiy va magicheskiy zashita qo'shib beradi. Ya'ni Ruby har bitta skillni berganida va joystickni qaysi tomonga qaratsa, o'sha tomonga sakraydi va unga bitta stak yoziladi. Agar sakramaydigan bo'lsa, stak olinmaydi. Xullas, har bitta skilldan keyin sakrash orqali siz stak to'plasangiz bo'ladi va 3 tagacha to'planadi va har bittasi 4 tadan zashita qo'shadi. Stak olish uchun skilllaringizni geroyga yoki kripga tegishi shart emas.